Kelinglar qani, nima gap? Folbin tog'a, mana rasmni eslab qo'ydi. Bundan 15 yil oldin Sog'a Jo'rajon kelibdi. Dada, ha bacha, bu yosh shokoladga pul so'rovdi. Menga nima uchun bermadingiz? O'g'lim, u qaytarib berar qarzini. Sen qanday qaytarasan? shu tovar qayerda? Endi mana bir xotkam $100 turadi. Ber. Bu yerga taylaysiz. Men hozir ko'raychi qayerlarga. U bacha Dubayga kalkunit. Folbin tog'a, nima ish qilyapti ekan Dubayda? Endi akajon, bizda har bir informatsiya jelizabeton. Xotka $100. Yana berishim kerakmi? Otangga yaxshi ko'rasanmi? Qo's. O'yna ko'rib aytdimmi? Endi hidlab aytaman. Bachchani ishlari zo'r, biznesmen bo'lib ketdiki. Folbin tog'a, qanday uni birdaniga boyib ketdi? Davay, tasha. $200 berdim dada. Ko'p gapirma, paxandi gapini ikkita qilma, o'ldirib qo'yaman hozir, tasha. Keyingisida xol so'raysizmi? Mana. U odamni 3 ta bachchasi Rossiyadan turib, Anjir pay orqali bitta bachchasi Humo kart, Uz kart, Visa kartalariga pul tashab turadi. Yana bitta bachchasi uning kommunal to'lovlarini to'laydi. Yana bittasi Anjir pay orqali naqd pul yetkazib turadi. Hoziroq Play Market yoki App Store'dan Anjir payni yuklab olsangiz, sizga $400 bonus beriladi. To'xtangda, Folbin tog'a. Biz ana Peter Penjura qarzini qachon ber ekan? Ko'rib beringchi. Yo'q, bani. Birinchi xotkadan so'rasangiz bo'lmaydimi? Qarzimni qachon beradi? Xola so'raysizmi? Nima qilyapti? So'raydi. Qon guruhini ham so'rang dada. Menga qara, otang $1000 so'rasa, $1000 berasan. 5000 so'rasa, 5000 berasan. Hozir $100 tashla ekan. $100 berdim-da. Keching. Qanday kechaman? O'zi 100 ming so'm ekan, kechayvering. 100 ming. Dada, 100 ming $400. Qo'ying, dada. Menga qara o'pshak. Otang prinsipialni. Qancha ketsa ketsin, lekin qarzini qaytarsin. Qarzini qaytarmayotgan jo'ralarga yuborib qo'yamiz.